Hop, yangi mavzuyimiz funksiya limiti bo'ladi. Funksiya limiti. Demak, bizda qanaqadir fx funksiya berilgan bo'lsa va shu fx funksiyani birorta a soniga intilishini, ya'ni a soni shu funksiyani limiti bo'lishini qanaqa tekshiriladi? Endi bunda ham o'sha ketma-ketlik limitiga o'xshash joylari bor. Ketma-ketlik limitiga o'xshab, a funksiya ixtiyoriy epsilon son olinadi, musbat soni. Faqat shu songa mos delta topilishi kerak bunda. Unda eslaringizda bo'lsa, n son natural son topilardi. Bunda endi birorta delta epsilonga bog'liq musbat son topilsa va mana bu x minus x0 ning moduli epsilondan kichik bo'lgan barcha x'lar uchun, albatta x0 ga teng bo'lmagan boshqa, fx bilan a ning farqi epsilondan kichik bo'lsa, a soniga, demak fx funksiyaning x0 nuqtadagi limiti deyiladi yoki x0 nuqtada x0 ga intilgandagi limiti deb ataladi. Va mana ko'rinib turibdi, limit x intilganda x0 ga fx barobar a ko'rinishda yoziladi. Endi bu ta'rif odatda Cauchy ta'rifi deb ataladi. Endi bu funksiya limitlarini o'ng va chap limitlar orqali ham ifodalash mumkin. Bunda endi demak, ixtiyoriy epsilon son uchun shunaqa epsilonga bog'liq delta soni topilsaki, musbat son topilsaki, x0 dan katta va x0 plus deltadan kichik x'larimiz uchun, ya'ni x'larimiz ixtiyoriy faqat x0 va x0 plus delta orasidagilar uchun, xo'p, fx bilan a ning farqi deganda musbatini nazarda tutyapman. Epsilondan kichik bo'lsa, u holda a soni fx funksiyaning x0 nuqtadagi o'ng limiti deyiladi. Nega o'ng limiti deyiladi? Sababi x0 dan o'ng tomonda turibdi-da x degan sonimiz. Agar teskarisi bo'lsa, x0 minus epsilon deltadan x0 gacha bo'lsa, x ni qiymatlari. U holda bu x0 dan chap tomonda bo'lgani uchun o'sha tengsizlik bajarilsa, bunda ham bu shu a soni, katta a soni fx funksiyani limiti deyiladi, faqat chap limiti deb ataladi. Va o'ng limit x0 plus 0 bilan yoziladi. Albatta o'zi 0 ni qo'shsa hech narsa o'zgarmaydi. Faqatgina ma'no anglatish uchun yozilgan shu. O'ng tomondan intilishini bildirish uchun. Va buni qiymati demak a ga teng yoki chap limiti desa x0 minus 0 ko'rinishda yoziladi. Va bu chap limiti deb ataladi. Endi bizda bu yerda faqat bitta xossa bor ekan. Aslida o'zi o'ng tomon, o'ng limit yoki chap limitlari funksiyani x0 nuqtadagi bir tomonli limitlari deyiladi. Demak, agar funksiya xo'p x0 nuqtada o'ng va chap limitlariga ega bo'lib, shu ikkita limitlari teng bo'lsa, shu bir tomonli teng bo'lgan limitlari funksiyaning limitiga teng bo'ladi. Ya'ni o'sha nuqtadagi funksiyani x0 nuqtadagi limiti uning o'ng va chap limitlari bilan teng bo'ladi. Agar o'ng va chap limitlari bir-biriga teng bo'lmasa yoki bittasi cheksiz yoki umuman ikkalasi ham mavjud bo'lmasa, unda bu funksiya limitga ega emas. Ya'ni limiti mavjud bo'lmaydi. Ana endi cheksizlikdagi funksiyani cheksizlikda ham xarakterlash mumkin. Qanaqa? Agar ixtiyoriy musbat epsilon yetarlicha kichik bo'lgan son uchun shunday yana musbat epsilonga bog'liq delta soni topilsa va x'larimiz deltadan katta bo'lganda yoki minus deltadan kichik bo'lganda, albatta x'larimiz x0 ni o'zini olmaydi. Fx bilan a ning farqi epsilondan kichik bo'lsa, u holda a soni fx funksiyaning plus cheksizlikka intilgandagi limiti deyiladi. Agar x'imiz minus deltadan kichik bo'lsa, unda x minus cheksizlikka intilgandagi limiti deyiladi. Va
quyidagicha ko'rinishda yoziladi. Mana, limit x intilganda plyus cheksizlikka fx barobar a yoki limit x intilganda minus cheksizlikka fx barobar a ko'rinishda yoziladi. Mana shu anaqalarimiz demak funksiyani limitining asosiy ta'rifi.